Hi everyone, welcome to High Language Training Center video classroom. And today we will learn new concept English book 1, lesson 57, an unusual day. Sağdaşlar, bugün şu 57 ders an unusual day degan ders o'rganmoqchi. Andaqda darsimizni boshlab ketsak, nima? Unusual day. All right. Ammo qaranglar. Birinchi so'zlik nima desanglar? Clock. Okay, clock. Endi bu oldingi CRP ko'pincha nima deb talaffuz qilinadi. Bu nima desanglar? Clock. O masalan dog deymiz, nima? Shunga o'xshash nima? O talaffuz qilingan tavsha. Clock. Okay, masalan dog, clock degandek. Endi bu clock deganimiz nima desanglar? Bu clock deganimiz nima? Shu tam soati. Masalan tamga esib qo'yilgan soat nima deymiz? Clock. Endi ma'nochi qo'lga osilganimizni watch. Okay, a watch. O'xshashdan nima desanglar? Deb talaffuz qilindi ekan. Clock, watch. Endi clock deganimiz nima? Tam soati. Ammo shu tamga esib qo'yilgan va yoki masalan cho'ng soatlarni odatda clock deymiz. Okay, clock. You know, I have a nice clock. I have a nice clock. Menda bir nice yaxshi bo'lgan bir nima soat bor. Ammo shuni nima deymiz? Clock. I have a nice clock. I have a nice clock. Okay. Uni deguncha, do you like this clock? Siz bu soatni yoqtirdingizmi? Do you like it? Do you like this clock? Okay. Demak, endi clock deganimiz asla shu tam soat ma'nosi. Endi bugungi darsimizda a clock deb bir hukm bor. Amerika degan shu o harfi. Onun üstüge çok peşten birisi qo'yildi. Onun nima desanglar? Clock. A clock. Demakki nah yoki del ma'lum bir soat bo'lganda, bu shuni a clock deymiz. Qarab boqaylik. Mana bu rasmda birinchi soat nah soat 3 bo'lib tushunama. Endi soat 3 bo'ldi degan ingliz tilida nima desanglar? It is 3 o'clock. It is 3 o'clock. Endi mishariga etning ko'zi sotqini sog'doshlar bu nima desanglar? Etning ko'zi sotqini mishada vaqtni ko'rsatadi. Demakchi the time is 3 o'clock. Demak vaqt hozir soat 3 bo'ldi. Demak it is 3 o'clock. Okay, what about next? Endi ikkinchi rasmchi. Ikkinchi rasmda vaqt 10 bo'lib tushunami? Mushu dal 10 bo'ldi desanglar it is 10 o'clock. It is 10 o'clock. Vaqt hozir demakchi soat hozir naq 10 bo'ldi. It is 10 o'clock. Okay, 10 o'clock. Mishariga clock deganimiz hamda vaqtni bildiradi. You know, I go to the butcher's at 10 o'clock. Men soat 10 da nega borman? Odatda qassobxona boraman. Demak, endi soat manchida deganning oldiga at. Demak, aniq vaqtlarning oldiga nima? At kelgan gap. Onun degan oylarni oldiga nima keltiradi desanglar? Oylar degan bir doir vaqt tushunami? In. Masalan, in January, in February, in March, in May debchi oylarni. Endi yillarning oldiga nima o'xshash nima? In keladi. Demak, endi vaqtning oldiga, aniq bir soatning oldiga nima? At. You know, at 8 o'clock, at 9 o'clock, at 10 o'clock. Okay. Demak, endi mishariga clock deganimiz shu aniq vaqtni bildirib keladi. Okay. Aldirgi clock degan tam soati, a clock deganimiz ham nima desanglar? Shuni bildiradi. Okay, endi keyingisi nima? Shop. Okay. Shop. Shop. What is this? You know, this one is shop. Shop degan dukkan, magazin degan gap, dukkan, magazin. Endi bu Amerika ingliz tilida nima deyildi desanglar? Store. Okay, look, what is that? It's store. Store. Masalan, olmaninki app detali sotadigan dukkanni app bozori nima deydi desanglar? App store deydi-ku. Application store degan gap bu. Shu Amerika ingliz tilida store deydi. Biz Uyg'urcha demeyecek. Masalan, Qashqarda acha desak, g'olsabda ada deymiz, shunami? Turban nima? Oyla. Demakchi shu bir gap bor millatda. Shu shop deganimiz, shu dukkan, magazin degan gap. Masalan, a bookshop. Okay, bir nima dukkani? Kitob dukkani.
kitap satadigan do'konni a book shop. Okay. Hamda oyoq do'koni bo'lsa shoe shop. Okay. A shoe shop. A shoe shop. A book shop. Yana birisi nima? Shoe shop. Okay, next one is moment. Okay, moment. And the moment deganimiz nima desanlar paid degan gap. Paid. Paid degan name is moment. Masalan, at the moment, mush paidda. At the moment, mush paidda. Yoki hozirning o'zida degan gap. Masalan, at the moment he is sleeping. Okay, mush paidda u qanaqada uxlayotidi. Okay, what about her? What is she doing at the moment? So what is she doing at the moment? You know, she is reading at the moment. You know, she is reading at the moment. Hozirning o'zida u kitob o'qiyotidi. Okay, what about him? What is he doing at the moment? Okay, what is he doing at the moment? Is he running at the moment? Yes. Yes, he's running at the moment. You know, at the moment, he is running. U yugurayotidi. Demek anda şu moment degan şu paid. Demek şu gap og'zidan chiqayotgan şu paid vaqtda boshqalarniki şu qanaq ma'lum bir ish bilan shug'ullanayotgan, mashg'ul bo'layotganligini ifodalab kelgan gap. Demek at the moment mush paid da shunama u shugurayotidi. Okay. Anda şu vaqt ifodalashning bir necha xil usullari bor arkadaşlar. Mesela vaqt o'qiganda, mesela to'liq vaqt olgan bo'lsa, clock deb o'qiydi. Shunami? Undan sirt yana bir necha xil, mesela paj vaqtlarni, butun vaqtlarni o'qishning usullari bor. Mesela what time is it? Okay, yoki what is the time? Bu o'qish ishlamish kelsa soat necha bo'ldi degan gap. What time is it? Yoki what is the time? Okay, what is the time? Hamda birinchi xil ahvolda nima desanlar, nah yoki dal vaqtni o'qishning usuli qanday desanlar, odatda mancha bo'ldi. Masalan, it's 1 o'clock. Shunami? Soat qarab baqsak, soat necha bo'ldi? 1 bo'ldi, shunami? It is 1 o'clock. It is 1 o'clock. What about that? Hozir soat nah 5 bo'ldi, shunami? Uni deganda it is nima? 5 o'clock. It is a 5 o'clock now. Hozir soat necha bo'ldi? 5 bo'ldi. Endi mana soatchi? Nah soat 11 bo'ldi. 11 bo'lgan nima deymiz? Nah it is 11, 11. Keyingi nima qilib qo'ydik? O'clock. Demak anda dal vaqtni ifodalaganda mush keyiniga oldiga it is u bo'lsa, demakchi vaqt bo'lsa degan gap. Eng oxirgi nima? O'clock. O'ttirga ism. San. Nah şu soatninki necha bo'lganligini bildirib keladigan sonlarni mushaldiga qo'yadigan gap. It is 11 o'clock. It is 11 o'clock. Okay. Endi ma'lum bir vaqtni o'tganligini ifodalashda, masalan, it is a minute past clock. Okay, yoki it's clock minute. Ikki xil ifodalash usuli bor. Masalan, 10dan 10 o'tdi. Shunami? Bu 10dan 10 o'tdi degan nima? It's 10 minutes past 10. Hamda buni ifodalaganda avval chet elliklar minut sonini deb uning ekan hamda nima desan soat sonini deymiz. Bu yerga past deganimiz o'tdi degan gap. Odatda mancha o'tdi deganni o'lcham qilganda odatda minut sonini o'lcham qilamiz. Agar 30 minut tang yoki 30 minutdan kichik bo'lsa, diqqat, mush o'qiganda minut soni, ma'lum soatning minut soni 30 dan kichik yoki 30 minutga teng bo'lgan ahvolda biz uningga nima manchadan mancha minut o'tdi deymiz. Buning qalbi it is minute past clock. Yoki it's clock minute. Yoki bu vaqtda o'qiganda bunday yozilmizda. Manchadan masalan it's 10:10, okay? It's 10:10 yoki it's 10 minutes past 10 degandek. Masalan 12:10 minut o'tdi. Demakchi 12:10 minut o'tdi. Demakchi ama Uyg'urchada clock sal oldik keldi-ku, lekin inglizchada clock qanday desanlar keyinda keladi. Bu nim bo'ldi desanlar it's 10 minutes past 12. Demakchi 10 minutes past 12 yoki it's 4:10.
Okay, it is 4:10. Яки nima desanglar? Masalan, yoki 4dan 10 o'tdi yoki endi 4dan 10 o'tganda masalan 10 minutes to 4 yoki 10 minutes past 4 deydi. Tushunami? Yoki hamda ingliz tilida yana 4:10 deb ishlatadi. Ana 12dan 10 nima? 12:10 deb ishlatadi. Okay, ishlatadi. Demak hamda 30 minutdan kichik yoki tang bo'lgan ahvolda manchadan mancha o'tdi deydigan gap. Hamda odatda bir chorak, ama oldingi qatimliq darsda quarter deganni o'rgangan, quarter deganimiz nima desang, yerimning yerimi. Demakchi bir narsaning 4dan biri. Masalan bir soatning 4dan biri necha minut bo'ldi? 15 minut. Demak a quarter deganimiz 15 minutes. All right, 15 minutes. Hamda bu 15 minute ifodalanganini qanday qilamiz? Desanglar, masalan manada 10 dan 15 minut debdi. Demak avval minutni deydik, a quarter past, nima? Soat soni 10. It is a quarter past 10. It is a quarter past 10. Yeah, it's 15 minutes past 10. Yakin insek bo'ldi sanlar, onundan 15 minut o'tdi. It's 15 minutes past 10. Demak hamda mishara quarter deganimiz nima? Sanlar chorak. Chorak. It's 10:15 desek mi qanday sanlar xato emas. Ingliz tilimizda ko'p ishlatib qo'yamiz. It's 10:15. 10:15. Hamda yarim soat ifodalanganini qanday ifodalaymiz hozir o'tganda? Odatda yarim soat o'tganini ifodalashda nima 30 minut deymiz shunami? Uni nima half. Okay, half. You know, we can call it's 7:30, right? It is 7:30. Hamda bu yerda 7dan 30 minut o'tdi. Agar 30dan cho'ng bo'lib kelsa, mancha minut qoldi deydik, ha? Endi kichik bo'lgan degan nima desanglar, 7:30. Yoki it's 7:30. It is a 7:30. Yoki it's 30 past 7. Right? It's 30 past 7. Moshdan mancha minut qanda o'tdi. Deb ishlatamiz. Undan keyinchi, masalan, 2:30 bo'libdi shunami? 2:30 nima desanglar, it is 2:30. 2:30. Endi mana half bo'lganda xalif deb o'qisa bo'lmaydi. Bu nima xalif emas, nima half. O'tirigi ma l talaffuz qilmaydi. Masalan, shunga o'xshab qoladigan so'zlardan walk. Walk ma W A L K shunami? Buni walk deymiz, yoki walk deb o'qisa qolmaydi. Yoki talk. Talk nima T A L K. Talk. And bun talk desak qana xato. O cho'qim nima desanglar? Talk. So it is 2:30 and also it's 2:30 and bun desanglar 2:30 2:30 yoki it's 30 past 2 desak qana desanglar? To'g'ri. Demak 3 xil o'qilish bor shunami? Endi bu 30dan yuqori bo'lsa, minut soni mishara 30dan yuqori bo'lsa, u mancha minut qoldi deb ifodalandi. Masalan, it is minutes. O'xshashlarma bor. Minutni deymiz 2 ga nechiga? 2 o'clock undan keyin soat soni deydigan gap. Masalan, mana qarab baqsak 2 ga naq 10 minut qoldi. Tushunami? Endi bu 2 ga 10 minut qoldi deganni ifodalashda nima deb ifodalaymiz. So it is 10 minutes. Endi men minut deganga diqqat. Minut deganda sanag'ini bo'ladi. 10 bo'lgandan keyin ko'plik bo'ladi. Ko'plik bo'lgandan keyin keyingi asqatimiz. Shunga it is 10 minutes to 2. It is 10 minutes to 2. Yeah, it's 10 to 2. It's 10 to 2. So it's 10 to 2. Onun sırtçı. Onun sırt. Mesela bana qarab baqsaq, hazır 3'ga 5 minut qapti. Bunun neyimiz? It is 5 minutes to 3. Okay. Çoğun bir yere manınga ke. It's 5 minutes to 3. Yani it is 5 to 3. Hem de boşuna qanım eri. Sanla 5 minut qaldı. Minut nasaqın buldu? Amma saqın buldu. Saqın buldu, amma saqın buldu. Demek
yig'inchoqlab kelganda savolashlar buraya vaqtda minutni o'lcham qilamiz 30 tang yoki kichik bo'lganda manchadan mancha o'tiramiz masalan it's blah 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 minutes past undan keyin clock undan 30 dan cho'ng bo'lgan bo'lsa ko'rsanglar ma'ningga mancha qoldi deymiz masalan it is 5 or 2 undan keyin nima vaqt soat soni deymiz endi yana birga 15 minut bo'lganda quarter okay a quarter masalan 1dan 15 o'tgan bo'lsa a quarter past 1 endi yarim bo'lgan bo'lsa ko'rsanglar half okay yarim bo'lgan bo'lsa half orqali qanday qilgan gap ifodalaydigan gap xo'sh endi text okay text so first of all listen carefully amsa savolashlar shu tekstimizni ko'ngil qo'yib bir anglab boqsanglar. It is 8 o'clock. The children go to school by car every day. But today they are going to school on foot. It is 10 o'clock. Mrs. Sawyer usually stays at home in the morning, but this morning she is going to the shops. It is 4 o'clock. In the afternoon, Mrs. Sawyer usually drinks tea in the living room. But this afternoon, she is drinking tea in the garden. It is 6 o'clock. In the evening, the children usually do their homework. But this evening, they are not doing their homework. At the moment, they are playing in the garden. It is 9 o'clock. Mr. Sawyer usually reads his newspaper at night. But he's not reading his newspaper tonight. At the moment, he's reading an interesting book.